Katta summani to'plab qo'yib, o'zingizga qulay bo'lgan hududdan qulay hovli topa olmay yuribsizmi? Biz sizga ajoyib yechim bermoqchimiz. Farg'ona shaharining qoq markazida joylashgan, 4 ta xo'jalikni bemalol o'z bag'riga sig'dira oladigan, 9 sotixdan iborat bo'lgan ideal mana shu hovli uyini sizlarga tavsiya qilmoqchimiz. Farg'ona shahridagi eng yoshi ulug' kashtan daraxtlari qayerda ekilganligini bilasizmi? Ma'lumotlarga qaraganda biz sizga tavsiya etayotgan hovli uyida ekilgan daraxtlar Farg'ona shahridagi eng yoshi ulug' birinchilardan ekilgan kashtan daraxtlari hisoblanar ekan. Agarda siz bundan yoshi ulug' kashtan daraxtlarini bilsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Ta'kidlaganimizdek, hovli uy shahar markazida joylashgan bo'lib, 3-maktab ro'parasi Fresh magazini yonidagi ko'chadan kiriladi. Eng e'tiborli tomoni, ko'chalari keng va katta. Bunday ko'chalar shaharning sanoqli joylarida qolgan xolos. Hovlining kirish qismigacha ham 3 ta mashinaga bemalol joy yetarli. Bu oddiy hovli emas, bu Farg'ona markazidagi shaxsiy oromgohingiz. Kirishda keng va uzun darvozaxona va ikki yonida xonalar joylashgan. Hovli o'rtasi esa yashil hudud. Noyob mevali daraxtlar ham ekilgan. Farzandlar uchun basseyn, dam olib o'tirish uchun esa besetka va 2 ta so'ri mavjud. Yozda quyosh kuydirmasligi uchun maxsus bo'z ham tutib qo'yilgan. Keng va barcha qulayliklarga ega. Bu uyning yana bir ahamiyatli tomoni shundaki, devorlari 2 g'ishtli, puxta qilib qurilgan. Hovlining maydoni 9 sotix va 10 ta xonadan iborat. Endi esa xonalarga kiramiz. Kirishda bizni koridor kutib oladi va bu yerdan mehmonxonaga kiriladi. Chiroyli remont holatida 10 ta mehmonga yetarli joy mavjud. Xonalarga alohida konditsionerlar ham o'rnatilgan. Gilam pardalari ham xonaning remontiga moslab qo'yilgan. Endi keyingi xonasiga chiqamiz. Navbatdagi xonasi esa yotoqxona. 2 kishiga mo'ljallangan yotoq o'rinlari mavjud. Keyin esa bizni uzungina zal kutib oladi. Patologlarga e'tibor bersangiz, uyni baland qilib qurilganini ko'rish mumkin. Bu ham hashamatning bir belgisi. Zaldan keyin ixchamgina 8 kishilik mehmonxona va kattagina oshxona mavjud. Oshxona ham barcha zamonaviy qulayliklarga ega. Bu yerda yana yer hojatxonasi va sauna joylashgan. Salqingina ayvonda so'rilarni qo'yib dam olib o'tirishga nima etsin? Hovlining alohida kotyolxonasi ham mavjud. Endi uyning ikkinchi qismiga o'tamiz. Yana bitta keng va zamonaviy mehmonxona. Devorlaridan tortib patologlarigacha alohida mehr berilgan. Bu xonalarga ichkaridan ham, tashqaridan ham kirishingiz mumkin. Zo'ra. Navbatdagi xona esa umumiy sanuzel va yonida kattalar yotoqxonasi joylashgan. Hovli to'liq isitish tizimi bilan ta'minlangan. Hovlidagi barcha xonalarga alohida radiatorlar o'rnatilgan va ayrimlarida konditsionerlar ham bor. Hovlidan o'tgan uzun yo'lak orqali uyning 3-qismiga o'tamiz. Kirishda chap tomonda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Uy remonti va jihozlariga alohida e'tibor berilgan. Hovlidagi barcha xonalar mana shunday keng qilib qurilgan. Yonida esa mehmonxona joylashgan. Hovlining har bir detaligacha e'tibor berilgan. Hatto xona eshiklari ham noyob daraxtlardan tayyorlanganligi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Hovlining yana kattagina podvali, narsa saqlash uchun ombori va alohida yozgi oshxona, tandirxona va o'choqlarigacha bor. Mangal uchun joyi ham mavjud. Gaz suv svetdan mutlaqo muammo yo'q. 2 ta svet liniyasi bor desam nima deysiz? Ushbu hovli uyimizning narxini 368 ming dollar deb e'lon qilyapmiz do'stlar. Kimdan kimga ma'qul bo'lgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, albatta kelishtirib beriladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang.